Sen mendan pul so'ra, tushundingmi? E'tibor so'ramagin. Meni vaqtim yo'q salla bilan ko'chaga chiqib yoki seni aylantirib yurishga. Ovqatni ham zahar qilding. O'rtoq, zo'r narsalar olib kelasan-da. O'zi seni bitta maslahatli ish bo'yicha chaqirtirgan edim. Nima masala bo'yicha chaqirtirgan eding? Erim anchadan beri o'zgarib qolgan. Sinab bersang deb aytuvdim. Voy, jinnimisan? Shuncha yildan beri yashasang, endi sinatmoqchimisan? Sen men aytgan narsani qilib bergin. Nomerini ber, keyin o'zing afsuslanib qolmasang bo'ldi. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Menejerlik bo'yicha telefon qilyotgandim. Nomerimni qayerdan oldingiz? Odam xohlasa hamma narsani topa oladi. Shunaqa deng. Bo'ldi. Men sizga unda Telegramga lokasi tashlayman. O'sha yerga keling, o'sha yerda gaplashamiz. Ha, o'rtoq, ering o'ralib qoldi-yu, bu yog'iga nima deysan? Sen shu narsani oxirigacha yetkazib ber, menga isboti bilan kerak. Sizdek chiroyli qizga qanaqa ish topib bersam bo'lagina? Mani soham o'zim menejerlik. Siz qanaqa ish bersangiz ishlayveraman. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, как раз bizda menejerlik joyi bo'sh edi. O'sha yerda sinov muddatida ishlab turing. Yaxshi ishlasangiz, keyin yana boshqa joyga ko'taramiz. Nima deysiz? Unda qachondan ishga chiqsam bo'ladi? Xohlagan paytingiz ishga tushsangiz bo'ladi. Hozir 1 minut. Alo. Assalomu alaykum. Ha, gapirtasiz? Qayerdasiz? Biznes hamkorim bilan birga suhbatlashib o'tirdik. Qachon kelasiz? Bo'pti, o'zim qo'raman senga. Qo'yib qo'ydilar. Xohlasangiz hozirdan ishga tushsangiz ham bo'ladi. Menga qarab, kam ishing tashlaganda mama qizni hamma ish bilan tanishtirib chiqqan. Albatta. Menga qarang-de. Menga hech qanaqa ishingiz kerak emas. Sizni ayolingiz meni dugonam bo'ladi. Erim sinab bergin degandi. Gumonlari bekorga emas ekan-da. Har bitta insonni o'zini tarixi bo'ladi. Manmi pul. Xohlasang ayolimga borib ber, xohlasang baxtli hayot yasha. Ana ozgina ishlarim bor edi. Gaplashamiz. Allo. Nega telefoningni ko'tarmayapsan, o'rtoq? Boyagi masala bo'yicha ering oldiga kelgandi. Ering sen o'ylagan odam emas ekan. Gumonlaring noto'g'ri chiqyapti. Yaxshi dam oldingizmi? Senga uy yoqdimi? Ha, shinamgina uy ekan. Bugundan boshlab shu uyda sen yashaysan. Qanaqa xarajating bo'ladigan bo'lsa, meni zimmamda. Hozir kiyimini almashtirsang, o'tkazadigan joyimiz bor. Bugun kelgan tovarlar hammasini tahlil qilibmi? Hozir kelaman. Ke o'rtoq, nima qilsan? Yaxshimisan? Sen kirib tanlab tururgan? Kimda? Qiziq.